Kino san'atining har bir kadri ortida katta mehnat va chuqur bilim yotadi. Ayniqsa rejissyor va operator o'rtasidagi uyg'unlik mahsulotning sifatli bo'lishini ta'minlaydi. Bugun Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya universitetining Toshkent filialida amaliy seminar o'tkazildi. Tajribali mutaxassislar ishtirokidagi darsda zamonaviy texnologiyalar va operatorlik sir asrorlari haqida so'z yuritildi. Hozir shu haqda. Kino ijodkorlarining fikricha, zamonaviy o'zbek kinosidagi ijodiy muammolar bugun nafaqat ssenariy yoki aktyorlarning mahoratida emas, rang tasvir, mavzuga doir landshaftlarni to'g'ri tanlay bilishda ham kuzatilmoqda. Bu masalalarning yechimi esa rejissyor va operatorlarning yaxshi hamkorligi. Hozirgi kunda havaskor operatorlarning faoliyat yuritishi kinokartinalardagi badiiy estetikaga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ham amaliyotda kuzatilmoqda. Aynan yuqoridagi kabi muammolarni bartaraf etish uchun esa bugun Butunrossiya kinematografiya universiteti Toshkent filiali talabalari uchun mahorat darsi tashkil etildi. Ham amaliy, ham nazariy bilimlardan iborat mahorat darsi professional operatorlarning 14 qoidasi deb nomlandi. Rejissyor yo'nalishida o'qiyman. O'z umuman olganda bunaqa mahorat darslar bizga juda katta foyda, juda katta tajriba beradi. Bizga ko'p bo'ladi bunaqa mahorat darslar. O'ylayman, yaxshi rejissyor bo'lish uchun birinchi yaxshi aktyor ham bo'lish kerak. Aktyorning tilida gapirish uchun, ularni tushunish uchun, shu uchun aktyorlikni mana hozir tajriba oshiryapman. Aktyorlik faoliyatimni ham yurityapman. Filmda ssenariy yaxshi yozilgan bo'lishi, aktyorlar ham mahorat bilan ijro etishi mumkin, ammo yakuniy ish rejissyor va operatorlarning tasvir borasidagi hamfikrligiga bog'liq. Bugun barcha sohada nazariy kitoblar, o'quv uslubiy qo'llanmalar ko'p, ammo kinooperatorlik sohasida yaratilgan adabiyotlar soni juda kam. Biz talabalarni o'qitish va malakasini oshirishda mana shunday mahorat darslaridan foydalanamiz, deydi mutaxassislar. Mirzo-Olim Rustambekov, Hoji Akbar Ibodullayev, Hudud informatsion dasturi uchun.